kommentariyda yozgan har bir odam to'g'ridan to'g'ri muloqot qilamiz. Toshkent Grand Prix 2026 musobaqasini juda ham ajoyib qilib o'tkazdik. Videolarni qo'yamiz, ko'rishingiz mumkin. Mana endi vaqtimiz sal bemalolroq, tashkiliy ishlar kamroq bo'lganligi uchun sizlarga Seven Saber Nutrition sport ozuqalarini nima, qachon, qanaqa payt, kim ichish kerak, kim ichmaslik kerakligi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Mashina hammasi meniki. Lekin qachon, qanaqa payt ichaman, bu to'g'risida ma'lumotlarni juda kam berganman. Mana endi sizlarga bu Seven Saber Nutrition sport ozuqalarini qachon, qanaqa payt ichishim haqida o'zim sizlarga alohida har bitta yozgan kommentariylarga aloqaga chiqib, jamoamiz bilan birgalikda to'liq ma'lumotlar beramiz. Kommentariyda aktiv bo'linglar. Sizlar bilan mana endi to'g'ridan to'g'ri muloqot qilamiz. Muskulni o'stirish uchun harakat qilamiz.